üstüge quruldu. Herkes pul mal dünyanın emas. Man qarang Adil. 100 gram altını bä quyuş eğir kelgen bolsa, onda bolsa apаңыз көңілдікідек адамды бір нетпәсін. Nimanda gel kız tem apamın aldı da. Qanday gap qipti mə? Deyişki tüyüsü geplen dap qoydum, xalas bolmaptı mı? Qanday degan gap bu? Balam, kızım, sizni bu yerga chaqatib kelishdik maqsad. To'y to'g'riliq asriq maslat bo'lib qoldi. Cho'nglar bilan deyishayli desak, sal be'ab bo'lib qoldi ekan balam. Qavringiz va Akram shirkatni yangidan ochdi. Ba'zan bir ishlarda sal qo'l qisiq kelib qoladi. Qizim, yigit taraf 100 gram oltin olsin debsizlar. Hozircha 50 gram epto'saq, to'ydan keyin Akram to'liqlab bas qanday balam. Bunda qısaq qopek yaxşı bulatdı apa. Lekin meningmi do'stlarim to'y qilgan vaqtda yigit tarafning ota-onasi 100 gramdan oltin qo'yibdi ekan. Endi men kelgan vaqtda 50 gram qo'yma desanglar, mening do'st dushmanlarim bor, uqib qolsak satturamdiki deyman-a. Men qarang qizim. To'yning oldidagi hamma shartlaringlarga ko'nib, necha yuz ming uy oldik, mashina oldik. To'y qiladigan zalni sizning shartinglar bo'yicha bezab chiqdik balam. Endi to'y zaldan ko'chib dibag'i var dekansizlar. Uningga pul ketadi. Kechlik to'y mashrab qiladigan zalni yaratmay boshqa bir yerni ko'rsatibsizlar. Buningga pul ketadi. Oldi kayni bo'lib 3 o'rinda to'y qilsak, qanchalik pul ketadi o'zingiz bilasiz qizim. Albatta shu pulni azroq tejab qilib, to'yni bir zaldan tugitib, to'ydan keyin turmushingizga ishlasanglar qanday bo'ladi deyman-ku. Apa. Bunda deb turasiz qanday qilamiz endi? El kirsang ilingcha, suv kirsang belingcha debdi ekan. Qatadan qag'icha, xatodan qal deb. Bo'pti. Buning bir amali qala. Shuni danga Adil. Hozir to'yni qilmayli bunda degil tursa, to'yni qilib bo'lgandan keyin ishva o'xshaydi qaraganda. Nimanda gel qil istayman. Qizim, to'y degan muhabbatning ustiga quriladi. Herkes pul mal dunyoning emas. Ikki tarafdagi ota-onalar bolalarning baxti uchun yangi bir makon qurib berishga oz bo'lmagan bedel to'laydi balam. Albatta kavabmi ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan ishni qilsak bo'lmamda. To'ydan keyingi muş xəşligen pulun o'rnini ikkinglar qiynalib to'laysizlar shu. Apa. Men bunda ketib emasman. Şirkatning ishimi barbara yaxshi o'tib bordi. Bu to'yning bu ishlardan sen ham nima? Men qarang Adil. Men siz bilan to'y qilmasam-chu, men oliy maktab bitirib oyda 7-8 ming navot qildim. 100 gram altını bə quyuş eğir kelgen bolsa, onda bolsa apаңыз көңілдікідек адамды бір нетпәсін. Mən bitik sizge esivamıqanda mə, men namussuz bolmaydı da. Nimanda gel kız tem apamın aldı da. Qanday gap qipti mə? Deyişki tüyüsü geplen dap qoydum, xalas bolmaptı mı? Qanday degan gap bu? Balam, Məke otur. Acabmi to'ydim bu to'yning ishidan ol. Qachonmi tuga bu ahmas qoidalar? Canım balam. Aqlingni ishlatibroq ish qilgin. O'ylab baqa. Necha kundan keyin mush uy kelin bo'lib kirdigan bir qizninki, qaynona bo'ldigan bir ayolning oldidan mushta shart qo'yib gap qilgan nadi va? Tek alim ma'lumotli xizmatchimiz balam. Bundaq muhabbatni pulning o'rniga qo'yib olgan qizvalga 10 yurkingni sug'urib bersangmi, rozi qilinmaysa. Jinim balam. Turmush yo'li degan cheki yo'q musofir. Bu yo'lda voysamay sana hamdam bo'lib mang'alaydigan, sana yurkidan kuyunalaydigan, muhabbatni beralaydigan bir yaxshiroq qizdan topsam, kellik turmushingdimi ensirmayman, xotirjam bo'ldim. Ma'qul. Lekin
bu to'ynashi bak ichim siqivatdi. Balam, için sıkılgan vaqtlarda izdeş eptitalını düşürüp, onun ismi Muhabbet degan filmni bir ko'ra. Men bu balni tug'ma. Tug'ma? Mushtabda yinimda bo'lgan bo'lsangiz, ha? Uning ismi Muhabbet. Ha, bu filmde qiz o'g'illarning o'ttirsidagi haqiqiy mehr muhabbat, ota-ona farzand, kelin qaynona o'ttirsidagi yaxshi muomalalar bek astoydil ifodalanibdi balam. Ma'qul opa, men bir ko'rib boqay. Bu filmni ko'rib, kayfiyatim yaxshi o'qasa ajab emas. Rost deysa balam. Bir chin sovuq suv ichsangmi, haqiqiy mehr muhabbatli qo'ldan elib ichsang, huzur topsa jinim balam. Ma'qul opa.